Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbir doirasida narko-kuryerlik bilan shug'ullanib kelgan oliy ta'lim muassasasi birinchi bosqich talabalari ushlandi. Joriy yilning 4-dekabr sanasida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavhada ushbu talabalardan biri tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olinadi. Va bayonnoma rasmiylashtirilayotgan vaqtda shu hududdan o'tayotgan fuqaro tomonidan olingan video syomka omma orasida tarqab ketadi. Yashnobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2 nafar talaba xolislar ishtirokida tekshirilganda, yonidan 120 gram alfa PVP sintetik giyohvandlik moddalari protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. Tezkor tadbir davom ettirilib, 2007-yilda tug'ilgan talabaning vaqtincha yashab kelayotgan universitet yotoqxonasi ko'zdan kechirilganda 400 gram alfa PVP sintetik giyohvandlik moddalari borligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu ikki talaba ushbu sintetik giyohvandlik moddalarini tanishi tashlab bergan geolokatsiyalardan olib, universitet yotoqxonasida dozalarga qadoqlab, aytilgan lokatsiyalarga yuborishgan. Tezkor tadbirlar natijasida bir martalik 2600 ta dozaga teng bo'lgan jami 520 gram sintetik giyohvandlik moddalar noqonuniy muomalasi oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan ushbu narkokuryer talabalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismiga ko'ra 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilgan. Shuningdek, sintetik giyohvandlik vositalarining manbaini hamda qolgan jinoiy sheriklarni aniqlash maqsadida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor tadbirlari davom ettirilmoqda. Bir lahzalik xato butun umrga dog' bo'lishi, bir noto'g'ri qadam butun boshli taqdirni izdan chiqarishi mumkin. Shuning uchun narko jinoyatlarni erta aniqlash, ularni oldini olish va talabalarni ogohlikka chorlash ta'lim muassasalari, ota-onalar va jamiyatning umumiy mas'uliyatidir.